12-trek. Abul Hasan kitobxonlikka berilgan bir kishi bo'lib, uncha-muncha she'r ham yozar, o'zi xushmuomala, yoqimli tabiatli kishi edi. Abul Hasanning yoshi va bo'yi Husayndan garchi 2 barobar balandroq bo'lsa-da, ko'pchilik qatori u ham mashhur tabib va olim Husaynga tavozi bilan muomala qilar edi. Husayn mehmonning salomiga alik qaytardi va uni mez xontaxta atrofidagi ko'rpachaga o'ltirmoqqa taklif qildi. Ular o'ltirishdi. Fotiha tortildi. Husayn kutubxonaga oshiqayotganligidan Abul Hasan bilan bemalol suhbatlashib o'ltirmoqqa fursati yo'q edi. Mehmon ham buni sezdi shekilli. 1-2 og'iz takallufli so'zlardan so'ng darrov maqsadga ko'chdi. "Inim Mulla Husayn", dedi u sekingina yo'talib olgach. "Bizning she'rga muhabbatimiz o'zlariga ayon. Ammo she'r nazariyasidan kaminangiz ojizroqdirlar. Arastuning she'riyat asarini ko'p mutolaa qildim, ammo mag'zini chaqmoqqa muyassar bo'la olmadim. Sizdan iltimos, ham she'r ilmi, ham boshqa ilmlarga xos bilimlarni bizga soddaroq uslubda ifodalab bir kitob yozib bersangiz. Agar boshqa ilmlar ham bo'ladigan bo'lsa, unga riyozat, matematika ham kirmog'i darkor", dedi Husayn sal jilmayib. U Abul Hasanning riyozatga hech uquvi yo'qligini bilar va shunga kinoya qilmoqda edi. Abul Hasan bu kinoyani tushundi va asta kulib: "Hozircha undan bo'lak ilmlar to'g'risida bo'lsa kifoya. Riyozatdan keyinchalik alohida ta'lim olurmiz", dedi. "Riyozatdan boshqa ilmlar majmuasi bo'lar ekan-da", dedi Husayn yana hazilomuz. Abul Hasan ma'qullab bosh silkidi. "Sizdek pokiza tiynat odamning iltimosini ado etmoq sharafli bir ishdir", dedi jiddiy yo'sinda. Husayn va Abul Hasanning taklifini qabul qildi. Husayn bu kitob ustida 1 yilcha ishladi. Barcha bilimlarning asoslarini o'zida jamlagan bu asarga Al-Majmu, to'plam deb sarrafa qo'ydi va uni Abul Hasan al-Arudiyga topshirdi. Bu ishdan ogoh bo'lgan Husaynning boshqa bir qo'shnisi ham undan kitob yozib berishni iltimos qilib qoldi. Bu kishi asli xorazmlik bo'lib, nomi Abu Bakr al-Barqi edi. U qonunshunoslik, fiqh, Qur'on izohlari, tafsirdan bilimdon edi. Husayn Abu Bakr al-Barqining taklifini qabul qildi. U uzun qish kechalari tinmay ishladi va nihoyat katta bir asarni yozib bitirdi. Bu asar qonunshunoslikka oid bo'lib, nomi Hosil va Mahsul edi. Al-Barqining iltimosiga ko'ra, Husayn unga yana axloqqa oid ham bir asar yozib berdi. Uning nomini Kitob al-Bir val Ism, saxovat va jinoyat kitobi deb atadi. Abu Bakr al-Barqi Husayndan bu kitoblarni mamnuniyat bilan qabul qilib oldi. Ammo u bularni hech kimga, hatto Husaynning o'ziga ham bermas edi. U o'zining qo'lida ana shunday kitoblar borligini hech kimga bildirmas, o'z ish tajribasida esa ulardagi ma'lumotlardan to'liq istifoda etar edi. Odamlar ishning mohiyatidan bexabar Al-Barqining bilimdonligiga tang qolar edilar. Al-Barqi o'z qo'lidagi bu 2 kitobdan hatto nusxa ko'chirishga ham yo'l qo'ymadi. Natijada yosh olim Husayn yaratgan bu dastlabki kitoblar asrlar to'zonida benomi nishon yo'q bo'lib ketdi. Husaynning olimlik shuhrati Buxorodagina emas, balki butun Mavoron-Nahr, Xuroson, Eronga ham yoyildi. Xorazmga borib yetdi. Buxoroda Masumi degan bir faqih, qonunshunos bor edi. Uning hovlisida ko'pincha Xorazm savdogarlari karvonining boshlig'i Mulla Ja'far qo'nadi. Ular bir-birlari bilan juda qadrdondirlar. Bir yoz faslida Mulla Ja'far kech shom payti Masumiyning hovlisiga kirib keldi. 2 do'st tashqari hovlidagi supa ustida kechki ovqatdan so'ng uzoq suhbat qurdilar. Husayn ibn Abdullohning tib va boshqa ilmlardagi ajib ishlari Xorazm olimlariga borib yetgan, dedi Mulla Ja'far suhbatdagi umumiy mavzular tugagach. Men bu muhtaram olimga bir noma keltirganman. Uni ertaga sizning ko'magingiz bilan
hakimning o'z qo'llariga topshirmog'im darkor. Bilsa bo'larmikin, kimdan u maktub? Albatta bo'lur. Buning hech qanday maxfiyligi yo'q. Ilmga doir har bir gap hamisha ochiq oydin bo'ladi. Ammo maktubni hakim o'zlari ochib o'qiganlaridan so'nggina uning mazmunidan ogoh bo'lurmiz. Maktubni yo'llagan zot Xorazm va barcha olam fozilalarining sarvari Muhammad ibn Ahmad Abu Rayhon Beruniydirlar. Ertasi kuni ertalab Mullo Ja'far va Ma'sumiy Husaynning uyiga borishdi. Ma'sumiyni Husayn yaxshi tanir edi. Ular Husaynning uyiga kirib kelishganda, yosh tabib bir bemorni ko'rib bo'lib, unga dori yozib berayotgan edi. Ular salomlashdi. So'ng tabib bemorni jo'natdi va Ma'sumiy bilan Mullo Ja'farni mehmonxonaga taklif qildi. Uchovlari tashqari hovlining kunbotish tomonidagi mo'jazgina xonaga o'tdilar. Xonaning o'rtasida kichik bir mez, xontaxta qo'yilgan, devorlar ostiga ko'rpachalar solingan. Ular ko'rpachalarga o'ltirishdi, Fotiha tortildi. Darhol tabibning xizmatchisi kelib, dasturxon yozdi. Dasturxon ustiga non, qand qurus qo'ydi, choy va sharbat keltirib, o'ltirganlarga quyib berib o'ltirdi. Ma'sumiy tabibga Mullo Ja'farni ta'rif etib tanishtirdi. Mullo Ja'far Husaynga bosh egib ta'zim qildi va maqsadni bayon etdi. Shundan so'ng u qo'ynidan bir kichik ro'molni olib uni avaylab ochdi. Ro'mol ichidan kichik bir o'ram chiqdi. Mullo Ja'far ta'zim bilan o'ramni Husaynga uzatdi. Husayn uni hurmat bilan oldi va uni sekin ochdi. O'ramning bosh qismiga Xorazmlik Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmadning Buxorolik shayx Abu al-Husayn ibn Abdullohga savollari deb yozilgan edi. Bu yozuvning ketidan Husayn Arastuning Osmon haqida kitobidagi masalalarga doir deb yozilgan izohni o'qidi. Husayn o'ram ichidagi oq qog'ozlarga chiroyli xat bilan yozilgan maktubga tez ko'z yugurtirib chiqdi va dedi: Ustoz Abu Rayhon Beruniy 10 savol yo'llabdilar. Bularning javobini siz birla jo'natilgani ma'qul. Karvoningiz qachon Xorazmga qaytur? Inshaalloh erta o'tib indin tong otarda yo'lga tushgaymiz. Javoblarni unda men shu bugun yozib qo'yamen. Agar Mulla Ma'sumiy ularni o'zlarining xushxatlari bilan ko'chirib yozib bersalar, uni ustoz Beruniyga o'zingiz eltasiz. Mullo Ja'far va Ma'sumiy rozilik bildirishdi. O'sha kuni kechqurun tong otguncha Husayn o'ltirib, Beruniy yo'llagan 10 savolning har biriga mufassal javob yozdi. Ulug' olim va munajjim Beruniyning yosh Husaynga o'z baravaridagi olim sifatida e'tirof etib unga noma yo'llagani Husaynning ko'nglini g'urur bilan to'ldirdi. Shuning uchun u charchaganini sezmay ilhom bilan mehnat qilib savollarga javob yozdi. Beruniy bilan Husayn ibn Abdulloh o'rtasidagi yozishmalar yosh Husaynning olim va muttafakkir sifatida qozongan shuhratidan yorqin bir belgi edi. Ertasi kuni esa ertalab Husayn Beruniyga yozilgan javoblarni xizmatchisi orqali Ma'sumiyning uyiga jo'natdi. U xizmatchisiga maktubni shu bugunoq ko'chirib yozib, karvonboshiga topshirmoq kerakligini tayinlagan deb uqtirdi. Xizmat haqqini oldindan to'lamoq uchun unga pul ham berdi. Tushdan so'ng Husayn yana xizmatchisini Ma'sumiyning uyiga yuborib, vazifaning bajarilgan yo bajarilmaganidan xabar oldirdi. Nihoyat Ma'sumiyning xatlarini ko'chirib bo'ldim deganini eshitgach, xotirjam bo'lib o'z ishlari bilan mashg'ul bo'la boshladi. Oradan bir necha kunlar o'tdi. Husaynning hisobiga ko'ra, maktub Xorazmga Abu Rayhon Beruniyga yetib borgan bo'lmog'i kerak. Xorazm karvonining Buxoroga kelgani to'g'risidagi xabarni eshitib, Husayn darhol xizmatchisini Ma'sumiyning uyiga jo'natdi. U Beruniyning Husayn yozgan javoblarga qanday munosabatda bo'lganini bilmoqqa oshiqar edi. Ammo xizmatchi quruq qo'l bilan qaytib keldi. O'tgan safar Ma'sumiy Husayn yozgan javoblarni ko'chirib ulgurmagan ekan. Endigi karvon bilan ularni Xorazmga jo'natar emish.
Hijolatda qolgan Ma'sumiyning Husaynga ko'rinmoqqa yuzi yo'q edi. Husayn undan qattiq ranjidi. Ammo Ma'sumiyga hech qanday tanbih qilmadi. Lekin o'zi javoblarning kechikkani uchun Abu Rayhon Beruniy qarshisida hijolat chekdi. U javoblarning kechikish sababi va o'z uzrini Beruniyga alohida maktub bilan xabar qildi. Xorazm karvoni endiga keluvida Abu Rayhon Beruniydan Abu al-Husayn ibn Abdullohga yana bir maktub keltirdi. Bu maktubni karvonboshi mulla Ja'far o'zi keltirib Husaynga topshirdi. Beruniy o'z xatidan osmon haqida kitobi bo'yicha yuborgan savollariga javoblarni olganidan minnatdorchilik bildirgan va bu javoblar yuzasidan o'z fikrlarini izhor qilgan edi. Beruniy endi Husaynga Arastuning Hikmat fizika kitobiga doir 8 savolni yo'llagan. Husayn ulug' olim Beruniyning bu diqqat e'tiboridan mamnun bo'ldi. U shu kuniyoq savollarga javob tayyorlab, o'zi oqqa ko'chirdi va mulla Ja'farga jo'natdi. Shunday qilib, Sharq o'rta asr fanining eng ulug' allomasi Xorazmlik Muhammad ibn Ahmad Abu Rayhon Beruniy va buxorolik yorqin fikrli, buyuk iste'dod egasi, yosh tabib va hakim Abu al-Husayn ibn Abdulloh o'rtalarida ilmiy yozishmalari vujudga keldi. Bu yozishmalar Arastuning osmon haqida va Hikmat kitoblaridagi masalalarga oid bo'lib, jami 18 savol-javoblardan iborat. Vido. Ikkinchi ming yillikning boshlanishi. Buxoro tarixida ko'p ta'sirli voqealar keltirdi. 10-asrda qurilib, ravnaq topib, so'ng nurab qolgan Somoniylar hokimiyatining binosi 11-asr arafasida Turkiston tomonidan bostirib kelgan Qoraxoniylar zarbalari ostida qulab tushdi va chil-parchin bo'lib ketdi. Garchi Somoniylar hokimiyati Karchalonlarning zulmi Buxoro mehnatkashining boshiga ko'p musibat keltirgan bo'lsa-da, bosqinchilarning g'oratgarchiligi o'lganning ustiga tepgan bo'ldi. Har qadamda talan, zo'ravonlik, o'lim. 1002-yili Husaynning otasi Ibn Abdulloh vafot etdi. Husayn podshoh saroyi xizmatiga o'tib, otasining o'rniga oilani ta'minlab turmoqqa majbur bo'ldi. Mamlakatda yuz bergan keyingi siyosiy o'zgarishlar bu xizmatga ham chek qo'ydi. Husayn hali oila qurmagan. Uyda onasi Setora Bonu, ukasi Mahmud uchovlari xizmatchilari bilan yashaydilar. Bir kuni kechki ovqatdan so'ng Husayn odatdagidek kitoblar mutolaasiga kirishish tadorikida ekanida uning xonasiga onasi kirib keldi. Husayn darhol o'rnidan turib onasi bilan salomlashdi. Setora Bonu 40 yoshlar atrofida, hali chehrasida go'zallik nurlari o'chmagan, yulduzi issiq ayol edi. Ona har ikkala o'g'lini ham jondan ortiq sevar. Ayniqsa Husaynning ilm sohasidagi yutuqlaridan iftixor qilar. Uning kelajakda buyuk olim va fozil bir zot bo'lib yetishmog'ini orzu qilar edi. Husayn ham onasini qattiq hurmat qilar va ona muhabbatiga chin farzandlik sadoqati va muhabbati bilan javob qaytarar edi. Ammo ularning har ikkalasi ham shunday nazokatli tab egasi bo'lgan kishilar edilarki, hech qachon bu chuqur tuyg'ular biror yo'sinda ochiq izhor topmas edi. Otaning vafotidan so'ng Husaynning yosh boshiga ro'zg'orning og'ir yukini ko'tarish tashvishi tushib qolganidan ona iztirob chekardi. Setora Bonu yaxshi tikuvchi bo'lganidan ajoyib zardo'zi libos va ashyolar tikib sotar. Bu san'atkorona hunari orqali tuzukkina daromad qilar edi. Shu bilan ona qo'lidan kelganicha o'g'lining yukini yengillatishga intilardi. Garchi ro'zg'or beshigi biror yo'sinda tebranib turgan bo'lsa-da, hozirgi boshboshdoqlik, talon va xarobagarchilik sharoitida yosh olimning kamol topishi qiyin. Bunga ziyrak onaning aqli yetadi.
Shuning uchun u o'g'li Husayn bilan uning kelajagi to'g'risida jiddiy maslahatlashmoqchi bo'lib yurar edi. Setorabonu juda istiholali bo'lganidan va o'g'liga muhabbati balandligidan bu suhbatni keyinga surib keldi. Ammo hozir shunday sharoit vujudga keldiki, endi bu suhbatni kechiktirib bo'lmas edi. Ona va o'g'il ko'rpacha ustida bir-biriga ro'baru o'tirishar edi. O'g'il tavozi bilan ona qarshisida bosh eggan. "O'g'lim", dedi ona gap boshlab. Uning sal bosinqi ovozda hayajon va iztirob tuyg'ulari sezilib turar edi. "Siz kelajak ishlaringiz va turmushingiz to'g'risida o'ylab ko'rdingizmi?" Husayn javob qilmadi. U onasining bu savoliga qanday javobni o'zi ko'rsatajagini kutar edi. "Siz", dedi ona so'zda davom etib, "bundan buyon Buxoroda qolib, ilmiy ishlaringizni davom ettirmoqingiz qiyin. Boshqa bir tinchroq mamlakatga borib, u yerda bexavotirlik bilan ilm va fanda fazl va kamol kasb etmoqingiz darkor ko'rinadir." Husayn o'zi ham ko'pdan beri shu fikrda edi. Ammo oilaning ahvoli qanday bo'lishidan xavotirlanib, bu fikrni nari surib kelar edi. "Unda sizlarning holingiz ne kechur?" dedi Husayn. "Bizdan tashvish chekmangiz. Men Mahmudxon bilan otam huzuriga, Afshonaga qaytaman. To zamonat tinchigunga qadar o'sha yerda bo'laman. Undan so'ng yo Alloh, yo Razzoq. Taqdir nimani nasib etgan bo'lsa, shuni ko'rarmiz, bolam." Husayn o'ylanib qoldi. Zamoni notinch, oilaning kelajagi noaniq. Hozir Buxoroda sodir bo'layotgan voqealar har qanday ilm va fazilni mahv etacak. Ammo Husayn biror boshqa o'lkaga ketmoq to'g'risidagi qarorga kelmoqqa ikkilanar edi. Ona o'g'lidagi shu ikkilanishni sezdi va o'z maslahatini qat'iy ta'kidlab aytdi. Ona o'z o'g'lining qayerda bo'lsa ham tirik va sog' bo'lishi, olim va fozil bo'lib kamol topmog'ini chin yuragidan tilar va shu maqsad yo'lida har qanday qurbonga tayyor edi. Setorabonuning astoydil aytgan gaplari Husaynga qattiq ta'sir qildi. U ona maslahatini qabul qildi va Buxorodan Xorazmga ketmoqqa qaror qildi. Bir haftadan so'ng shukuhli yoz tongida Husayn onasi Setorabonu va ukasi Mahmud bilan xayr ma'zur qilishdi. Tashqari hovlining o'rtasida Setorabonu bo'yi onasidan baland novrasida o'g'lining bir yelkasiga ikki kaftini yaqinlashtirib, ulug' sifatlik bilan Fotiha o'qidi. Husayn onasi qarshisida bosh egdi. Ona o'g'lining peshonasidan asta o'pdi va unga oq yo'l tiladi. O'g'il esa tomog'iga tiqilib kelayotgan ko'z yoshini ichiga yutdi va xo'rlangan ko'zlarini yashirmoq maqsadida ot ustidagi xurjunni to'g'rilagandek harakat qildi, so'ng ukasi va xizmatchilar bilan xayrlashdi va shahdam otga mindi. U quyosh chiqmasdan burun Buxoroning kunbotar tomonidagi darvozasiga yetib borishi va u yerda Xorazm karvoniga qo'shilmog'i kerak. Tong tinchligini buzib, ot odimlari taraqladi. Husayn yo'rg'alab borayotgan ot ustida yana bir bor qayrilib, uni kuzatuvchilarga qo'lini ko'tarib, vido ishorat qildi. Bu olimning o'z onasi va diyori bilan abadiy vidolashuvi edi. Xorazm, Gurganch shahrida 1005-yil. Xorazm poytaxti Gurganch. Buxorolik tabib va hakim Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sino Xorazmshoh Ali ibn Ma'mun xizmatida. Egniga taylason yopingan, boshiga taxta ul xanak o'ragan qora soqol, qotma yuzli 25 yashar Abu Ali Husayn ibn Sinoni bu yerda shayx deb ataydilar. U o'zining mohir tabibligi, bilimdon olim, fozil arbob, odob va axloqda barkamol insonligi bilan ko'pchilikning hurmati,
ba'zilarining esa hasadini qozongan. Xorazmshoh Ali ibn Ma'mun o'z dargohida bunday ulug' olimning xizmatda ekani sharafidan mamnun. 995-yili Ali ibn Ma'mun Janubiy Xorazm davlatining poytaxti Katni o'z tasarrufiga kiritdi. Katta hukmronlik qilayotgan Afrig'iylar sulolasiga barham berdi. Shu bilan butun Xorazm o'lkasi bir davlatga birlashdi. Bu markazlashgan davlatning poytaxti Gurganch bo'lib qoldi. Ali ibn Ma'mun Xorazmshoh unvonini oldi. U o'z saroyi va davlatining e'tiborini ko'tarmoq uchun Mavoron Nahr, Xuroson, Eron zamin o'lkalarining mashhur olim va shoirlarini ham jam qilmoqda edi. Gurganchda Abu Sahl Masihiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr ibn Iroq, ibn Miskavih, Abul Xayr Hammor, Abu al-Husayn ibn Abdulloh va boshqa ko'p ulug' zotlar shular jumlasidandirlar. Xorazmshohning vaziri As-Sahli ma'rifatli odam bo'lgan. U Xorazmshohning rejalarini ustalik bilan amalga oshirib, Gurganchning ilm fanidagi e'tiborini borgan sari oshirar edi. U olim va shoirlarga doim yordam ko'rsatar, olimlar uchun kerakli ashyo va asboblarning hozirlab berilishini kuzatib borar edi. Shunday qilib, 11-asrning boshlarida Xorazmda Ali ibn Ma'mun hukmronligi davrida katta bir ilmiy guruh tashkil topdi. U tarixda Ma'mun akademiyasi nomi bilan mashhurdir. Bu yerda ilmning turli-tuman sohalari bo'yicha ilmiy ishlar yaratildi. Fizika, matematika, astronomiya, tabobat, qonunshunoslik, tarix, falsafa, she'r ilmi yuksaldi. Gurganchning ilmiy shuhrati atrof mamlakatlarga yoyildi. Ma'mun akademiyasidagi ko'p olimlar qomuschi olimlar edilar. Ular o'sha davrda ma'lum bo'lgan barcha ilmlardan mukammal bilimdon bo'lganlar. Shu bilan birga, ularning har biri o'zining maxsus ixtisosiga ega bo'lib, bu sohada unga barobar keladigan boshqa olim topilmas edi. Abu Rayhon Beruniy astronomiyada, Abu Hammor matematikada, Abu al-Husayn ibn Abdulloh tabobatda, ibn Miskavih tarixshunoslikda don qozongan edilar. Yaqinda Buxorodan kelgan tabib va hakim Abu Ali ibn Abdulloh ibn Sinoga Gurganchning bog'-ko'cha mahallalarida hovli berildi. Uning tirikchiligi va ilmiy ishlariga oid xarajatlarni qoplaydigan miqdorda maosh tayin qilindi. Tabib istiqomat qilmoqda bo'lgan mahallaga erta tongdan har xil bemorlar yig'ila boshlaydilar. Tabib ularning har bittasini alohida ko'rib chiqadi. Dori-darmon tayin qiladi. Bemorlarni ko'rib bo'lgach, odatdagidek ilmiy asarlar ustida ishlaydi, o'qiydi, yozadi. Tushdan keyin xizmat, olimlar suhbati, ilmiy mubohasalar, kechqurun yana ijod. Abu al-Husayn ibn Abdulloh ibn Sino yoki qisqacharoq qilib aytganda Shayx Abu Ali biror soat fursatini ijod va ilmdan tashqarida sarf etmaydi. Shu yo'sinda kunlar, haftalar, oylar o'ta boradi. Bozor. Xorazmshoh Ali ibn Ma'mun o'z shavkatidan mamnun. Davrning barcha ulug' ulamosi uning dargohida jam bo'lganlar. Ilmiy bahslar, she'riy suhbatlar, may bazmi, dilbar raqslar, jonfizo kuylar shoh saroyida avjida. Ular saltanat ahliga rohat va shon bag'ishlaydilar. Ammo shahar bilan qasr hayoti o'rtasidagi farq yer bilan osmoncha. Loy tomlar, kesak devorlar bilan to'la shaharning kindigi bozor. Bozor maydonlarida bir tomonda don-dun to'la qoplar xirmon kabi uyilgan. Qishloqlardan kelgan savdochilar bu buyumlar ustida tunaydilar. Matolar to'la do'konlar rastalarda saf tortganlar. Bozorning boshqa maydonida qo'l savdosi. Bu yerda yosh qizlar, barvasta yigitlar, barkamol juvonlar, bolalar mol bozorida qo'y, mol, ot, echkilar singari xarid qilinadilar.